Sezon boshlanishi bilan kullerlarimizning yangi modellari sotuvga keldi. Bu yangi modelimiz ko'rinishlari shunaqa noodatiy uslubda, dizaynlari ham juda chiroyli qilib ishlangan. Yon taraflari metalliksi bo'ladi. Suvni 3 xil holatda iste'mol qilsangiz bo'ladi. Muzday, iliq va issiq. Detskiy rejimi ham bor, bolalardan himoyasi. Eng zo'r taraflaridan bittasi hozir ochib ko'rsatamiz. Ichki qismlari ham nержавейка bo'ladi, oddiy plastmassadan emas. Issiq suvni ham, muzday suvni ham alohida o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Eng muhim jihatlaridan bu suv kullerimiz motorda ishlaydi, ya'ni freonda muzlatib, ham isitib beradi. Oddiy elektrichkalari bilan adashtirmaydi. Suvni 95 gradusgacha isitib, 10 gradusgacha sovutib beradi. O'zidan mana shunaqa garantiyli talonlar ham chiqadi. Butun O'zbekiston bo'ylab garantiya o'tadi. 24 oyga garantiya beriladi. Telefon raqamlari ham yozilgan. Aynan shu suv kullerini bozorlarda 1 million 200 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha sotishayotgan bir paytda bizning obunachilar uchun buni 69 dollar qilib beramiz. Pastda opisaniyada nomerlarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Xohlasanglar, mana shunaqa oq rangida ham bor. Oq yoki qora. Xohlaganingizni tanlab olib buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat hammaga.